Lizani uyiga kuzatib qo'yarkan yigiti uni so'nggi marta o'pib qo'ydi. Ammo ertasi kuni ishga qaytib o'tib Liza bo'yniga qon tomirlari paydo bo'la boshlaganini payqadi. U o'sha kecha yigit hovuz yonida turib ko'zlari qon bilan to'lib ketganini va o'zgarib qolganini ko'rmagan edi. Qon tomirlariga e'tibor bermagani sababli Liza tobora xunuklashib bordi. Bir kuni oynaga qarab o'zini dahshatli maxluq kabi ko'rib qoldi. Shundan so'ng u tanishining oldiga borib bir kitob o'qiy boshladi. Unda yozilishicha uning yigiti vampirlik emas, balki uning hayotiy energiyasini oziqlanadigan demonlik alomatlari bor ekan. Liza qo'liga maxfiy sehrli yozuv chizdi va yigit bilan uchrashuvga bordi. Uni ko'rib qo'liga xochni olib sehrli so'zlarni o'qiy boshladi. Boshida yigit xotirjam turdi, ammo tez orada o'zida asl basharasini ko'rsatdi. U Lizaga tashlandi, lekin Bermen qiz unga mijozlariga zarar yetkazishga yo'l qo'ymadi. Duoning tugashi bilan demon portlab ketdi, ammo Lizaning sinovi hali tugamagan edi. Uyga qaytganda u dugonasi ham xuddi shu kasallikka chalinganini ko'rdi, lekin bu safar sabab yigitda emasdi. Buning ortida Lizaning uyda boqib yurgan kichkina cho'chqasi bor edi. Liza dugonasining xonasiga kirganda o'sha kichkina cho'chqa ulkan cho'chqa demon bo'lib ketganini ko'rdi. Maxluq qochishga urinmadi, hatto ularning ojizligidan kulayotgan edi. Shunda bir erkak oldinga chiqib cho'chqa demonni to'xtatishga harakat qildi. Liza esa yana sehrli yozuvni o'qimoqchi bo'ldi, ammo qo'lidagi zaklineniya yozuvi allaqachon uchib ketgandi. Endi ular juda og'ir vaziyatga qolib ketdi.